gormonlar hisobiga bo'ladi. Ochiqcha aytadigan bo'lsak, masalan, ayollarda oyda boshi deydigan bo'lsak, oy boshi degani fertil yoshdagi ayollarda menstrual siklning boshida mana tugadi. Boshidagi 10 kunlikda estrogenlar ko'p ishlab chiqaradi. Ayollarning xarakteri o'zgacha, quvnoq, mana shunday hamma narsa yoqadigan, boshqacha bo'ladi-da. Keyingi 10 kunlikda o'sha estrogenlar biroz pasayib, boshqa gormonlar o'rnini bosib boshlaydi, progesteron. Bunaqa vaqtda ayollarda o'rtacha xarakterda bo'ladi. Ko'proq ishiga beriluvchan, o'zini ish ustida ishlaydigan, mana shunaqa holatlari kuchayadi. Oxirgi 10 kunlikda esa ko'proq charchoq holati bo'ladi, agressiv bo'ladi, настроенияsi tushadi. Mana shunaqa holat kuzatiladi. Bu ayolda o'zini qo'lida emas, даже o'zi bilmaydi shunaqa holat bo'layotganida, urishib ketadimi, xo'jayini bilanmi, bolalarni urishib ketadimi? Bu mana shu gormonlarning pasayib, estrogen, progesteronlarning pasayib ketishi natijasida bo'ladi-da. Bu holatda bunaqa vaqtda ayollar tushunish kerak. Ko'proq yaxshi gapirib, erkalab nima qilsa, ayollar shunga qarab xarakteri biroz yumshashi mumkin, lekin shunaqa holatda ko'proq tushunish kerak deb o'ylayman-da. Shunga bog'liq, gormonlarga bog'liq. Bu faza deyiladi, shunaqa bir oylik. Gormonal buzilish to'g'ri bo'lishi mumkin. Boya aytganimdek, yeb ichishga bog'liq, stresslarga bog'liq, uyqu buzilishlari, avvalgidek chaqqon mehnat, masalan, yer chopish yo boshqa narsalar yo'q-ku, to'g'rimi? Ko'proq telefon, ko'proq oldidan chiqayotgan, masalan, har xil o'yinlar, mana shunaqa narsalar chalg'itadi o'g'il bolalarni yo qizlarni. Faqat o'tirish, bekorchilik bilan, masalan, vaqt o'tkazadiganlar bor, shularda miyada ham baribir buzilishlar bo'ladi. To'g'ri, gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Hozir ochiqcha telefonlarda ochiq-ku ko'p narsalar, shuni hisobiga qandaydir shunaqa o'zgarishlar yuzaga kelyapti deb o'ylayman. Bu narsa erkaklarda testosteron ko'p bo'lishi bu zarar deb o'ylamayman. Katta yoshdan keyin sun'iy ravishda testosteron kiritsa, albatta turli xil kasalliklar chaqirishi mumkin. Bu ham pod vопросом. Agar onkomarkerlari normalni bo'lsa, PSA degan analiz bor. Shu analiz normal holatda bo'lsa, u hech qanaqa xavf tug'dirmaydi. Masalan, erkaklarda testosteron kamayib ketishi, testosteronni kamayib ketishi, masalan, o'smir yoshdagi bolalar уже 15-16 ga kirgan bolalarni olib kelishadi-ku. Bolalarda testosteron kamligini sразу bilamiz. Kirib kelgandan soqolchalari yo'q. Masalan, normal holatda chiqish kerak soqol, to'g'rimi? Yo'q soqoli, ovozi bo'g'oqlashmagan, mana shunaqa bolalarni olib kelishadi. Tekshirib ko'rganda gormonal buzilishlar bor bo'lgan bo'ladi, lekin ular boya siz aytgandek qanaqadir tabiatan o'zgargan emas, u kasallik bo'ladi. Tabiatan o'zgargan holat, ular testosteroni ham normalni, soqollari bor, normalni o'g'il bolalar, gormonal buzilmagan. Ularda miyasida, ongida qandaydir buzilishlar bo'lishi mumkin-da. Haqqoniy kasal bolachalar, ular erkak kishi prosta mana shunday gormon yetishmovchiligi natijasida soqolchasi chiqmagan, ovozi bo'g'uqligi, o'g'il bolalarda testosteron kamayishini gapirayotgan edim. U holatlarda o'g'il bolalarda ko'pincha boyagiday ovoz buzilishlari, ovozda bo'g'uqlikning yo'qligi, mana shunday holatlarga shikoyat qilib kelishadi. Qizlarga keladigan bo'lsak, qizlarda testosteron ko'payib ketishi oqibatida o'smir qizlarda soqol, o'g'il bolalarga xos soqol, qattiq soqollarning chiqib boshlashi, o'zgarishlar, tanada tuk paydo bo'lishi va menstrual siklda buzilishlar paydo bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda ham ko'pincha murojaat qilib kelishadi, yordam berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari, ayollik gormonlarining ko'payib ketishi, testosteron ham kamayadi o'g'il bolalarda, ayollik gormoni ko'payib ketishi oqibatida ginekamastiya kasalliklari bilan murojaat qilib kelishadi. Ginekamastiya degani bu erkaklarda ikkita tomonlama ko'krak bezining kattalashib ketishi. Bu holatda nafaqat estrogenlarning ko'payishi, balki ko'pgina gormonlarda o'zgarish bo'ladi. Tekshirganimizda kortizol ko'payib ketgan bo'ladi, semizlik, insulin miqdorining oshib ketgani sabab bo'ladi. U ayniqsa yeb ichish bilan ham ko'proq bog'liq bo'ladi. Bog'liq bo'lgan holat bo'ladi. Keyin erkaklarda ginekamastiya haqqoniy semizligi yo'q erkaklarda ko'krak bezi kattalashib ketgani bilan keladi. U semizlik emas, u istinni ginekamastiya deyiladi. Ichida bez paydo bo'lgan bo'ladi. O'shanaqa holatda ko'pincha bu narsaga sabab so'rasangiz agar, anamnezda so'ralganda ularda qanaqadir eforiya beruvchi dorilar qabul qilasizmi deb so'raymizda,
masalan chekuvchilarda turli xil mana bu hozir chiqqan dorilar ichishadi, psixotrop dori vositalarini ko'p qabul qilganlarda aniq istinniy ginekamastiya paydo bo'ladi. Yashirishadi, lekin biz baribir ham qabul qilasizmi? Хотя бы unaqa grubi qilib so'ramaymiz. Nervlaringizni uspokоить qiladigan dorilar qabul qilasizmi deb so'raymiz-da. Hattoki chilim chakuvchilarda ham ginekamastiya paydo bo'ladi erkaklarda. Ginekamastiya paydo bo'ldi degani bu уже erkaklik xususiyati pasayib boradi erkaklarda. Turli xil qiziqishlar, masalan, hayot tarziga qiziqishlari so'ladi mana shunaqa holatlarda. Shu kasalliklar juda ham chuqur endokrinologiya agar ko'p gapirsa bo'ladigan holat. Endi polufabrikatlarda masalan shirinliklar hammasi ta'sir qiladi. Oddiy shakar ham turli xil kasalliklar chaqiradi. Qonda qand miqdorini oshirib yuboradi, kortizol miqdorini oshiradi, insulinni sezuvchanligini oshirib tashlaydi. Organizm insulinni sezmay qoladi, shunchalik ko'p ishlab chiqarganidan insulin. Bu hammasi yeb ichishimizdan. Shirinliklar, turli xil mana bu paketchali shirinliklar bor-ku, ular oylab, yillab yomon bo'lmasligi uchun, mog'or bosmasligi uchun juda ham ximikatlanadi. Bolachalar yeydigan qanaqadir kekslar, turli xil mahsulotlar bor-ku, magazinda yillab turadimi, oylab turadimi, mog'or bosmaydi, to'g'rimi? O'shalarda ichiga qancha narsa qilinadi, biz bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Mana shu mahsulotlar juda ham zarar. Oddiy mana bu napitkalar, turli xil shirin gazirovanный napitkalar hammasi bu qondagi qand miqdorini oshirib boradi, kaloriyani oshirib boradi. Undan tashqari turli xil energetik vositalar energetik qabul qiladi. Ko'pchilik aksariyat insonlar, o'g'il bolalar ayniqsa energetik qabul qiladi. Energetik bu chist odamni o'limga yetaklaydigan mahsulot hisoblanadi-da. Oddiy misol keltirayman. Kardiologiyada ba'zi bemorlarni konsultatsiya qilaman. O'sha yerda o'tirganimda institutda o'qiydigan student, medinstitutda o'qiydigan student murojaat qilib kelyapti, 4-kurs studenti. Birdaniga vrachlar chopa-chop qilib qolishdi. U bola infarkt bo'lgan. 4-kurs student. Infarkt bilan bir amallab hayotga qaytarishdi uni. Tez skoriy chora-tadbirlar ko'rishdi. Keyin ertasiga bordim, qani shu bola student bola yaxshimi, ko'ray deb gaplashyapman. Keyin ishlar ko'rsatishda aylo deb. Qandaysiz student, yaxshimisiz deb so'rayapmanda, u oldidagi navbatchi vrach aytayapti, "Opa, adrenalin olib kelmadingizmi 1-2 ta" deyapti. Nimaga desam, adrenalin ichib shunaqa bo'lgan deyapti. Ko'ryapsizmi? Shunchalik energetikni nimasi, quvvati, odamga beradigan zarari shu daraja. Yosh bola hozir infarkt bo'lib o'tiribdi. Mana shunaqa juda ko'p kasalliklarni olib keladi. Mahsulotlar, polufabrikat, boya aytganimdek, shirinliklar hammasi bu zarar. Undan tashqari turli xil gormonal preparatlar bilan tez yetiltirilayotgan mevalar, tez yetiltirilayotgan go'shtlar hammasi organizmga tabiiylik bo'lmaydi o'sha. Bu hammasi ko'pchiligi gormon, ko'pchiligi. Tez mollarni yetiltirishyapti, shekilli tovuqlarni tez yetiltirishyapti. Bular hammasi gormon. Endi kortizol gormoni bu buyrak usti bezi buyrak usti bezining gormoni hisoblanadi. Bu kortizol gormoni ham normal holatda ishlaganda yaxshi, tushib ketganda ham odam davleniyasi tushib ketadi, holsizlik, kortizol tushib ketganda. Me'yorida bo'lganda bu o'zini odam yaxshi his qiladi, kayfiyati normal holatda bo'ladi. Lekin oshib ketishi ham zarar. Oshiradigan omillar juda ko'p. Oddiy stress ham oshiradi, yurak tez urib ketadi, adrenalin ko'payib ketadi tabiiy holatda. O'shanda ham kortizol oshib ketadi. Yoki qanaqadir yegan narsalarimizda ham kortizol oshirib boradi-da, bu oshib ketishi juda ko'p kasalliklarga olib keladi. Insulinga ta'sir qiladi. Insulinga nisbatan kontrinsulyar deyiladi. Yeydi tabiiy insulinini odamni shunga qarshi ta'sir qiladi. Kortizolni ko'payib ketishi. Ko'payib ketgani qon bosimi ko'tariladi birinchi navbatda, yuzlari shishib ketadi odamda. Kushingoidniy litso deyiladi. Bu shunaqa kortizol oshib ketgandagi yuz hisoblanadi. Отечный bo'ladi. Qorin kattalashib, qorinda chiziqlar paydo bo'ladi. Ko'krak, qorinda qizil rangli chiziqlar paydo bo'ladi. Kortizolning haddan tashqari me'yordan oshib ketishi natijasida. Doimiy qon bosimi baland bo'ladi. Hech qanday preparatlar bilan uni tushirish juda qiyin bo'ladi ko'rtizol oshib ketganda. Mana shunaqa holatda chuqur yondashish kerak bo'ladi. Me'yordan ko'p bo'lib ketsa, zarari bo'ladi albatta. Boyagiday insonni stress holatiga tushirib qo'yadi.
Xo'p, siz oddiy odamlarga mana shu dopamin qanaqadir eforiya berayotgan bo'lishi mumkin. Yosh bolachalarchi, 1 yosh ona o'tiribdi, achog'ida bolasi bilan bemalol mana shunday katta odamga qanday ta'sir qilsa, bolaga ham shunaqa ta'sir qiladi. Yosh bolachalarga ham zarar bu. O'zi normal holatidagi gormonal rivojlanishini biz buzamiz yosh bolalarda ham. Oddiy yosh bolachaga reels ko'rsatib o'tiradi-da, yosh onalar. Вообще mumkin emas holatda bu. Bolani ongi sekin-sekin etap rivojlanishi kerak-da. Biz uni gormonlarni o'ynatib qo'yamiz. Boya aytganimdek, turli xil ranglar, turli xil har xil birdaniga hali anglab bo'lmaydi. Masalan, nima bo'layotganini ikkinchi reelsga o'tasiz, to'g'rimi? Ikkinchida umuman boshqa. Bolachani miyasi unga tayyor bo'laman degancha bolada autizm kasalligi rivojlanib ketadi. Mana shunday gormonlar o'ynatib tashlash oqibatida-da. Endi autizmga ko'p sabablar bo'ladi, lekin yana bitta sabablardan biri mana shu. Gormonlarning o'ynashi. Ota-ona qilib qo'yadi buni, telefonga bolani o'rgatib. O'zbekiston regioni o'zi yod tanqisligi regioni hisoblanadi-da. Bizlarda regionimiz mana shunday yod defitsitli region deyiladi. Bu yod yetishmovchiligi haqiqatan ko'p e'tibor qilinmaydi-da. Ayniqsa ayollarda, tug'ruq yoshidagi ayollarda juda ham yodga bo'lgan ehtiyoj juda ko'p bizada. Tuzlarimizda yodlangan tuzlar deyiladi, me'yorida emas, yetmaydi. Biz ko'p tuzlarda ko'rganmiz ham, tekshirtirganmiz qancha yodi bor deb, yetarli darajada yod saqlamaydi-da. Organizmga yetadigan masalan oddiy 60 tana vazni 30 kilodan toki 60 kilogacha tana vaznli ayol va erkaklarimizga 200 mikrogram kuniga yod kerak-da. Hali qalqonsimon bezi zo'r, o'zi normal holatda ishlaydigan paytida. Lekin yod bilan ta'minlamaymiz organizmni. Bu holatga umuman e'tibor bermaymiz. Ayniqsa homiladorlarga-ku yod qabul qilishi kerak yod preparatida. Gormonlari norma bo'lgan holatda. Qalqonsimon bezi hali yaxshi ishlayapti, gormonlari zo'r ishlayapti, gipofiz bezi ta'minlab turibdi. O'shanaqa holatda yod berishimiz kerak, lekin biz yod bermaymiz. Yod qabul qil deb shifokor aytsa ham, esidan chiqadimi, befarq bo'ladimi, qabul qilmaydi. Natijada yod tanqisligi rivojlanib boraveradi o'sha organizmda. Yod yetishmovchiligi natijasida qalqonsimon bez o'zidan o'sha yod ishlab chiqarishni boshlaydi ba'zan. Noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Mana qalqonsimon bez deydigan bo'lsak, noto'g'ri ishlashni boshlaydi-da. Mana bu oddiy holatda sog'lom qalqonsimon bez deydigan bo'lsak, bundan tugunlar paydo bo'ladi. Bu noto'g'ri ishlashi oqibatida. Tugunchalar paydo bo'lganda tugunchalar har xil bo'ladi. Ular ba'zan zararli bo'ladi. Yodni o'zboshimchalik bilan ishlashi oqibatida yoddan zaharlanadi organizm. Yod zaharlab juda ko'p kasalliklarni olib keladi. Tireotoksikoz deyiladi, ya'ni zaharlanish yoddan. Yoki bo'lmasam umuman yod tanqisligi oqibatida qalqonsimon bez qotib qoladi, ishlamay qoladi. O'zini ishlab chiqaradigan gormonlarni ham tanimay qoladi, umuman ishlamaydi, qotadi. Bu holatda gipotireoz, ya'ni faoliyatning pasayib ketishi. Gipo, kam degani. Bunday holatda hozir boya tireotoksikoz yoddan zaharlanish va yod yetishmagandagi farqini aytib beraman. Yoddan zaharlanish bo'lganda odam juda ham metabolizm kuchayib ketadi, ozib ketadi, qaltiraydi. Kuchli qaltirash bo'ladi, yurak tez uradi. Bunday bemorlar ko'pincha kardiologlarga, nevropatologlarga murojaat qilishadi va oxirida bizlarga kelishadi vrachlar направленияsi bilan, chunki o'zlari bilishmaydi. Bu zobdan bo'layotganini, yurak tez uryaptimi, demak kardiologga borishimiz kerak deb yurakka lecheniya olib yurishadi. Aslida yod ko'p ishlab chiqarish oqibatida zaharlanish tufayli yurakka ham ta'sir qilib, yurak tez urayotgan bo'ladi-da. Mana bu yod ko'p ishlab chiqargan holatda aytib beryapman. Yod kam ishlab chiqarib, umuman qotib qolgan holatda gormonlari ham hattoki tushib ketgan holatda esa bemorlarda shishib ketadi. Ishib ketadi. Bu holatda buyragimdan shishyapman deb ko'pincha urologlarga murojaat qilishadi. Shishib ketadi, qo'l, oyoq to'liq shishadi. Qon umuman o'tmaganday yaxlab, hamma joy muzlaydi. Issiq kunda ham ular terlashni bilmaydi. Muzlab, qotib, terlari qurib ketadi. Sochlar to'kilib, atyok bo'lib, ko'zlari shishib, mana shunaqa holat bo'ladi. Faqat uyquga tortadi. Doimiy charchoq, yengil holatda ham masalan charchash, uyquchanlik, faqat как будто dam olmaganday bo'ladi. Boyagidek atyoklar kuch, например, juda ham kuchayib ketganda. Oddiy holatlarda ham, kamroq yetishmagan holatlarda ham uyquchanlik, sovqotish, tez charchash, soch to'kilishlari, как будто kamqonlik, masalan
qon o'rnini to'ldiruvchi preparatlar ichadi yoki yaxshi ovqatlansa ham kamqonligi o'tmaydigan holatlar bo'ladi-ku, o'sha vaqtda ham qalqonsimon bez holati bilan bog'liq kasalligi bilan, lekin uni his qilmaydi. Mana shunaqa holatlar ham ko'p uchraydi. Endi o'z endokrin tizimini butunlay ishdan chiqib ketmaydi. Endokrin tizimi, boya aytganimdek, juda ko'p a'zolarda gormonlar bor. Butunlay ishdan chiqib ketishini his qilishi mumkinmi deganingiz juda qiyin. Masalan, qandli diabet kasalligini oladigan bo'lsak, bu oshqozon osti bezida chiqaradigan gormon, insulin gormonini kamayishi yoki bo'lmasam organizm uni sezmasligi oqibatida kelib chiqadigan kasallikda hisoblanadi. Qandli diabetni ko'plab befarq qaraydi. Hech narsa emas, hech narsa, qandli diabetim yo'q deydi, avvalasidan og'risi kelmaydi. Yoki bo'lmasam qandli diabet tashxisi qo'yilgandan keyin ham uni pasaytirishga urinmaydi va natijada ko'pgina salbiy oqibatlari yuzaga keladi, asoratlari yuzaga keladi. Bu masalan oyoqlarda yara paydo bo'lishi yoki bo'lmasam buyraklari asta-sekin ish faoliyatini pasaytirib, siydikning tanaga tarqalishi holatlari bo'ladi. Bu yillar o'tgandan keyin masalan qandli diabet davolanmasa, o'shanaqa holatda уже organizmda sog'lomlik holatini upuskat qilib yuborganday yoki bo'lmasam organizm sog'lomligini yo'qotgan hisoblanadi inson. Ikkala erkaklarga ham, ayollarga ham eng birinchi navbatda yoshi katta bo'lsa, ayniqsa vitamin D kerak. Juda ham kerak. Ko'pgina kasalliklarni oldini oladi. Suyaklarda osteoporoz kasalliklarini oldini oladi. Vitamin D ni hammaga tavsiya qila olasizda, xavfli tomoni yo'q hech qanaqa. U masalan ayollarda mioma oldirgan bo'lsa ham, "Voy, menga vitamin mumkin emas" deydi-ku, onkologik kasallik. Vitamin D kerak, u onkologik kasalliklarga ozuqa bo'lib o'stirib yormaydi. Hammaga kerak. Tavsiya qila olaman, qo'rqmasdan vitamin D ni, kalsiylarni qabul qilsa bo'ladi. Sink hech qanday kasalliklarni yuzaga keltirmaydi. Sink terilar uchun, qarimaslik uchun kerak bo'ladi. Endi ehtiyot bo'lib, agar odam sog'lom bo'lsa, ehtiyot bo'lgan holda albatta vitamin B komplekslar ham yaxshi ta'sir qiladi. B guruh vitaminlar ham. Eng yaxshisi bor-ku, eng yaxshisi tabiiylik. Masalan, sog'lom ovqatlansa, ovqat mahsulotlarida ham hamma vitaminlar bor. Go'shtda oqsil bor. Go'sht, tabiiy go'shtda masalan duxovkada pishirsa bo'ladi, folgalarga o'rab pishirsa bo'ladi-ku, zo'r oqsil hisoblanadi u. Ertalablari ayol erkak tuxum qaynatib yesa, tvorog yesa, smetana, brinza, brokoli yesa, masalan olivkalar bor-ku, shunaqa mahsulotlar ertalabga bodring yesa ham bo'ladi. Ular sog'lom ovqatlanishga kiradi. Например, obedlarda to'yi bir ko'chani somsa, oshlarini emas, uy ovqatini, salati bilan ozgina foydali uy ovqatlarini yesalar ham, ko'proq zelin yesalar juda yaxshi vitamin. Vitamin C ko'p saqlaydigan narsa bu shipovnik. Namatak damlamasi. Vitamin C, shipovnik damlab ichib yursalar bo'ladi. Unda ham katta vitamin. Ayollarga kerak bo'ladigan masalan estrogenlarni saqlaydigan mahsulot bu kunjut. Oddiy kunjutni kefirga qo'shib, ozgina kefirchaga qo'shib, bir piyola kefirga bir choy qoshiq kunjut solib ichsalar, например, yosh katta ayollar ham kalsiyni yaxshilagan bo'ladilar, ham estrogenlar miqdorini to'ldirgan bo'ladilar. Soyali salatlar ham juda foydali, vitaminga boy. Mana shu mahsulotlarni iste'mol qilib yursalar, dorilarga ehtiyoj qolmaydi. Yo'q, shakar tavsiya qila olmayman. O'zi yegan ovqatimiz, ovqat, shirinliksiz ovqatda o'zida ham glukoza bor chunki. Qancha miqdorda deya olmayman, yegan ovqatimizdan ham, hattoki suvimizda ham glukoza bor. Organizm o'ziga keraklisini olib oladi. Juda ham shirinlikni xohlaydiganlarga hozir shirinlik pishirsa bo'ladi. Mana bu uglevodi kam bo'lgan, qonda qand miqdorini oshirmaydigan, semirtirmaydigan shirinliklar ko'p hozir. Masalan, oddiy smetana, tvorogni shirinligini pishirsa ham foydali, ham semirtirmaydi-da. Shakarning o'rniga stevia qo'shiladi. Stevialar bor, shakar o'rnini bosuvchi mahsulotlar. O'shani qo'shib, duxovkada turli xil
pishiriqlarni pishirsa bo'ladi. Shokoladlar o'rniga steviyali shokolad ishlatsa bo'ladi. Imkoni yo'qda men telefonda rasmga olganman, shunaqa pishiriqlar pishirganman. Umuman undan keyin kaloriyani hisoblab, o'lchab nima qilganman, hech qanday zarari yo'q u narsalarda. Bir oyda qancha kaloriya eritib berishini men aniq ayta olmayman. Bu narsa yoshlarda o'suvchi organizmda juda zo'r ishlaydi. Masalan, somatotropniy gormon bor. Bu uxlagan vaqtda yaxshi ishlaydi. Kechqurun 10 dan to ertalab 8 gacha zo'r ishlab beradi. O'shanaqa vaqtda uyquda yog'larni eritadi somatotrop gormon. Undan tashqari testosteron ham, erkaklar gormoni ham uyqu vaqtida yog'larni eritish o'zini shunaqa nomsi. Masalan, bu ko'p uxlamaylar deyiladi-ku, to'q qoringa to'yib uxlama deyishning sababi shuda. O'zini gormonlari yog'larni eritish xususiyatiga ega. Eritib beradi. Qancha yog' eritishini endi men aniq sifrasini ayta olmayman, lekin sog'lom odamda to'yib yoki uyqudan oldin yemasdan, shirinliklar yemasdan, masalan 6 da oqshom ovqatlansa, soat 10 larda uxlasa ham 9 larda 10 da uxlasin deylik, kechqurun yog'larni eritish qobiliyati bor organizmning o'zini. Diabet gangrenasi nimadan rivojlanadi? Bu qondagi qand miqdorining surunkali ravishda baland bo'lib yurishi. Ya'ni 12, 13 och qoringa ovqatdan keyin 15, 20 gacha ko'tarilib ketadi surunkali ravishda. 1 yil, 2 yil, 5 yilgacha organizm chidab beradi bechora organizmda. Hattoki organizm o'zini восстановить qilish xususiyatiga ham ega-da, lekin ustma-ust har kuni qondagi shakar miqdori baland bo'lib yuraversa, oyog'imizda uchidagi qon tomirlar eng oxirgi qon tomirlar, to'g'rimi? Qon tomirlarda shakar to'planib, zakuporka bo'lib ketadi-da, to'planib, уже qon yurmay qoladi. Oxiriga borib, konechnisga, oyoqlarga borib, shakar to'planib, o'sha qon tomirni ishdan chiqarib, o'sha oyoqqa boradigan tomirlar uziladi. Tushunyapsizmi? Oyoqqa boradigan qon tomirlar uzilgandan keyin nima bo'ladi? Ularga keladigan nervlar ham yo'qolib ketadi o'z-o'zidan. Nerv bilan ham ta'minlanmaydi o'sha oyoq. Bu yillar davomida bo'ladi. O'z navbatida shuni aytib o'tib ketmoqchiman. Har qanday reklama, qondagi qand miqdorini tushirib beramiz, turli xil choylar, damlamalarga to'liq ishonib ketmasdan o'z shifokoringiz bilan maslahatlashishingizni tavsiya qilaman. Bundan tashqari ayollarimizga sog'lom ovqatlanish, ayol va erkaklarga sog'lom ovqatlanish, o'ziga ko'proq e'tibor berib sport bilan shug'ullanish, boshqacha hayot tarzini olib borishni tavsiya bergan bo'lardim. Medexpert, sog'lig'ingizni professionallarga topshiring.